siz azizlar bilan shukr mavzusida Baqara surasi 152-oyatning sharhini o'qib o'rganib chiqamiz. Astaizu billah fazkuruni azkurkum washkuruli va la takfurun. Ya'ni meni eslanglar, men ham sizlarni eslayman. Menga shukr qilinglar. Nonko'rlik, noshukrlik qilmanglar. Ushbu oyatni Imom Maturidiy rahmatullohi alayh sharhlar ekan, aynan shukr ma'nosiga alohida e'tibor qaratadilar. U inson shukrni biz tushungan ma'nodan kengroq izohlab, sharhlab aytadilarki, aynan shukr bu ibodatlarning eng ulug'i va gultojisi hisoblanadi. Bunda faqatgina ne'matni orqasidan til bilan Allohga shukr deyishni o'zi kifoya qilmaydi, balki ne'matni o'z o'rniga sarflashlik bu haqiqiy ma'nodagi shukrdir dedilar. Va yana bir hadisni tilga olib aytadilarki, kim insonlarga shukr qilmasa, Alloh taologa shukr qilmaydi. Ya'ni insonlarga minnatdorchilik bildirmagan inson, insonlardan manfaat yetsa-yu unga iliq muomalada bo'lmasa, minnatdorchilik bildirmasa, bunday banda Alloh taolo tomonidan yetgan ne'matlarga ham shukr qilmaydi. Imom Maturidiy rahmatullohi alayh yana bir hadisni zikr qilib aytadilarki, bandalarim bergan ne'matlarimni shukr qilib meni eslasa, uni ziyoda qilishlik bilan ularni eslayman. Yoki banda xilvatda meni eslasa, odamlar orasida, farishtalar orasida uni eslayman deb mana shu hadisni dalil sifatida keltirib aytadiki, shukr bu Alloh taoloni eslash, uni bizga berayotgan tinchlik ne'mati, sog'lik ne'mati, sihat salomatlik ne'matlarini yodga olib, unga bor e'tibor bilan bandalik qilishlikdir. Chunki berilayotgan ne'matlarni qadriga yetilmasa, berilayotgan ne'matlarga shukr keltirilmasa, Alloh taolo bunday bandalarga sinovlarni, balolarni ko'paytirib yuborishligi borasida boshqa oyatlarda ham dalil hujjatlar kelgan deb aytadiki, la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid. Ya'ni bergan ne'matlarimga shukr qiladigan bo'lsalaringiz, ziyoda qilib beraman. Bordi-yu nonko'rlik qilsalaringiz, bilinglarki azobim qattiqdir degan oyatni dalil qilib aytadilarki, ha albatta berilayotgan ne'matlarga shukr qilish har bir bandani Alloh oldidagi burchi, vazifasi hisoblanadi deb aytadilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.